Assalomu alaykum hurmatli YouTube Azbek mebel obunachilari, mana navbatdagi ishlarimizni Andijonning Jahon mebel bozoridan olib boryapmiz. Dastlabki Andijon bo'ylab qo'ygan joylarga esa dastlabkasi yo'q holatlarini ko'rsatib boramiz. Uzunligi 2 metr, bo'yi 2 metr. Buni narxi 2 million so'm. Buni narxi esa 170, 1.800.000 so'm, 1.800.000, 2 million so'm, 1.800.000, 1.800.000. Endi dastlabkasi bolalar. Uzunligi 2 kira, balandligi 2.30. Buni narxi 4 million so'm. Buni narxi 4 million so'm. 2 metr holatda 3.5 million so'm. Dastlabkasi bolalar. 4 million so'm. 2.60 so'raganlarga esa mana xoladenli gaz tushadigan holatda propanga moslab chiqarganmiz. Har doimli rezina kronka. Bular akril variantda. Bu 2 kiralar. Bular 2.60, balandligi 2.30. Rossiyskiy laminat. Mana. Qisidan hech narsa bo'lmaydi. Buni narxi esa 5.500.000 so'm. Mo'ykasi, shushulkasi ichida, dastlabkasi bilan. Bunimiz 2 metr holatimiz, kafelli holati. Rezina kronka. Buni narxi esa buni narxini bitta qilib aytaman. 2 olsam 2 metr, rangi o'zgarsa puli o'zgarmaydi. Buni narxi 3.300.000 so'm, 3.300.000 so'm. Kimga qanaqa svetda, xohlagan turlarda, xohlagan svetda, xohlagan turlarda yasab beramiz.